sayohatni jinnisi Turkiyaga ZAZ 64-yilgi mashina bilan bormoqchimiz, nima deysizlar? Ozgina DTP bo'lgan ekan, bu muammo emas, bilasizlar, o'zim kuzovchiman, buni bemalol qilib olsak bo'ladi. Eng qiziq joyi mashinamiz Tiko, Range Rover'lari polni Tiko qilingan, hadovojasi ham Tiko, salonlari ham polni Tiko qilingan. Shu mashinada Turkiyaga borsak nima deysizlar? Sizlarning fikringlar qiziq, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mashina 64-yilgi mashina, dokumentlardan umuman muammo yo'q. Pulini kelishganimiz yo'q. Nech pulga olsak bo'ladi? Nech pul bu mashinaga bersak bo'ladi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar, qiziq. Orqalari ham xudo xolasa hamma yo'g'i Tiko, poli tagi mashinani tagi polni Tiko. Yangi sayohatga xudo xolasa yangi mashinamiz topildi. Aloqaga chiqib ko'pchilik yozdi, aka menda bunaqa mashina bor deb. Biz xudo xolasa o'zimiz mashinamizni topdik, egasi bilan kelishsak bo'ldi. Sizlarga qizig'imi shu mashinani restavratsiya qilib, boshqa qaytadan tayinlab, shularni ham video qilib joylab, yangi sayohatga yo'lga chiqmoqchimiz. Aytgancha, yangi sayohatimiz, yangi yo'nalishimiz xudo xolasa aniq bo'lib urish arafasida. Homiylar bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Hammanglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.